Hammaga assalomu alaykum. Mana shu gostinitsa sotiladi. Nasriddin Navro'z degan gostinitsa. Polni ishlashga tayyor. Mana o'zi to'g'ri shu taraf bo'lsa, mana shu yerdan lobby house chiqadi. Shu yerdan bo'lsa примерно 20 metrdagi sib. 50 metr lobby house'dan shunday kelsangiz, shu gostinitsa turibdi ana. Lokatsiyasi zo'r joyda. Mana gostinitsa ishlashga tayyor. 2 etajlik. 13 ta nomeri bu, общий. 3 sotiq. Podvalida, kuxnyasi, hamma joylari tax, bemalol ishlatsa bo'ladi. Shunday kirib, biznesni boshlasangiz bo'ladi agar kimdir gostinitsa qilaman degan bo'lsa. Bu tayyor gostinitsa ana. Mana kirishda polni remontlar qilingan, chiroyli qilib. Pastda hamma joy tayyor. Mehmonxona. Mana kirganda сразу tualet bu. Bera kotelni bera. Kamini ochib ko'rsatmayman. Ana bu reception. Bu ham bitta xonacha. Tayyor ana. Kirganda mana shunaqa vid. Remontlari chiroyli qilib qo'yilgan va o'zimizni vostochniy stilda. Mana koridor, ana kirib kelasiz. Mana bemalol. Ana bu yerda bitta xona bu. Kelakam o'shada? Mana bu yerda bitta xona bu. Rabochi uylar bular. Bu yerda o'zlari ana. Ana bu yerda ikkinchi xona, ana bu yerda uchinchi xona. Shu yerning o'ziga 3 ta xona bu. Ana bu yerda 4-uy. Ana 5, 6 ta. Shu yerning o'ziga 6 ta uy bu. Ana bemalol kelib, o'zlaringiz ham kelib ko'rsalar bo'ladi. Nomer 2 kishilik. Hamma usloviyalar tayyor. Ana remontlari tayyor. Televizor, konditsioner, hamma joy qilib qo'yilgan. Ana ichkari kirsangiz, sanuzel hammasi tayyor. Ana dush, tualet hammasi tayyor. Mana shkafcha, kiyim-kechak qo'yish uchun tumbuchkalari bu. Bu tayyor mehmonxona. Mana bu birinchi uyi. Hamma mehmonxona qilaman deganlar bemalol kelib ko'rishlaringiz mumkin. Mana birinchi xonasi. Mana bu yerda ikkinchi xona. Mana bu kravat tayyor. Mana двухспальный kravat. Mana konditsioner. Mana bu yerda shkaf, tumbuchka hammasi bu. Bir tualeti ham bor.